Assalomu alaykum qizlarim hammaga. Biz hozir videolarni yozdik-da, o'chirdik, qaytadan zapis qilishga qaror qildik va sizlarga e'lonni aytib qo'ymoqchiman. Faqat bir kun shanba kuni biz narsalarimizga 50% chegirma beryapmiz. Hozir qaysi narsalar skidkaga tushganligini mana qizlar rasmga tushirib hozir qo'yishyapti. Dilar bunday qilib ko'rsatib yuboring. Mana bu bluzka, mana shunaqa narsalarimiz ko'p, juda ham. Mana bittagi narsalarimiz teryapmiz mana. Bitta qolgan narsalar, yozgi, bahorgi kiyimlarimiz, unaqa qishki, sezon o'tgan narsalar emas. Hammasi ayni paytda kiyiladigan kiyimlarni skidkaga qo'yapmiz. Shuning uchun diqqat bo'lib turinglar. Xudo xolasa, magazinda bitta qolgan narsalarni yoki ikkita qolgan narsalarni hammasiga 50% chegirma beryapmiz. Kelib siz razmeringiz bo'lsa, albatta olib keting. Aksariyat narsalarimiz 36-38 razmerlarda qizlar. Shuning uchun kelinglar va ertaga masalan oldirib qo'yib ketishingiz mumkin, lekin shanba kuni bir kungina skidka bo'ladi.